Assalomu alaykum motoblog ishqibozlari. Mana bugun 15 va 17 ot kuchli motobloglarimiz uchun qo'shimcha adapterlar va qo'shimcha aravalar haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Oldimizda turgan 17 ot kuchli aerobus motoblog uchun yasalgan adapterimiz. Bu qo'shimcha adapterimizning qulayliklari shundan iboratki, arkasiga bemalol prinsep ham ulasangiz bo'ladi, chisel ham ulasangiz bo'ladi. Undan tashqari plug ulab tortsangiz ham bo'ladi. Nima uchun siz 15 va 17 ot kuchli motobloglar asosan plug tortayotganda o'ta qiynaladi va tortishda balon buksavet qilib qoladi. Shuni hisobiga arkasiga uzunroq adapter qo'shilganda ham haydayotgan odam ustiga o'tirib bemalol qiynalmasdan boshqarishga ega bo'ladi va motoblogda arkasida plugi uzoqroq masofada bo'lganligi uchun plug tortish ehtimoli yana ham oshadi va motoblogga nagruska keltirmaydi. Undan tashqari bu adapterimiz yana bir qulayliklari oldida ulanadigan dishlalarda bo'ladi. Dishlari aynaladigan bo'ladi. Motoblogimiz bir tomonlama bo'lib harakatlanganda plugimiz tortib, orqasidagi adapterimiz og'darib ketmasligi uchun straxovka vazifasini bajarib beradi. Undan tashqari adapterimizning taglari ham usulli qalin profillardan yasalgan bo'ladi. Adapterimizdan xohlagan paytingizda qo'shimcha aravalarini uzib qo'yib, chisel ulab, kultivatsiya, agata olish vazifalarini bajarasiz. Chisel kerak bo'lmaganda chiselni ham o'zini alohida ajratib turib, plugini qo'yib yer haydashingiz ham mumkin. Bundan tashqari bizning kanalimiz orqali xuddi shu turdagi mini traktorlarni ham bemalol sotib olishlaring mumkin. Kimga xuddi shu turdagi mini traktor, arava, qo'shimcha agregat, temir balonlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakaz qilib xarid qilishlaring mumkin.